Murat aka, ishimiz ma'qulmi aka? Yoqdimi? Ma'qul, yaxshi, zo'r. Ekan bu. Bizga yaxshi. Sog' bo'ling aka. Yoqdi bizlarga ishimiz. Mashqachilar sizga endi sovg'a aka. Mayli. Eslab yurasiz endi bizni. Rahmat, mayli. Shu naviy xizmat yoqdimi? Yoqdi. Yoqdimi. Endi tavsiya eting, bir chiroylikina qil. Mana shu efirda tomosha qilib turgan odamlarga men aytaman, hamisha biz stolamiz yaxshi, cho'tka qilib, hamma joyda komfort cho'tka qilib, ishlari oliy, zakonni qilib, mana shunday remont qilib berdi. Xudo shukr, men bularga 100% minnatdorchilik buyuraman. Ana. Akamiz sal ozgina urib olganlar, unga e'tibor bermayapsiz. Xo'sh, o'rtoqlar, xudo xolasa kimga kerak mana shu chiroyli naviy xizmatlar bo'lsa, xo'sh, yegalar nomeri, pastda nomeri qo'yamiz. Bugungi manzilimiz Samarqand shahri, Juma shahriga kirib kelganmiz. Bilsalaringiz, biz bu videoni 10 kun oldin qilishimiz kerak edi. Videomiz to'xtash bo'lib qoldi. Maqsad yomg'ir yoqqancha. Mana ko'ryapsizlar, pagodamiz zo'r keldi, zo'r sel keldi, jalak keldi, dahshat. Ko'kalarimizga e'tibor berasizlar. Kimga kerak mana shu chiroyli naviy xizmatlar bo'lsa, pastda nomerlarni qo'yamiz. Egalar telefon qilasizlar, chiroyli qilib berishadi. O'rtoqlar, samglamni shu mizalatsa, xohlasangiz shu mizalatsa, xohlasangiz 500 mizalatsa. Xo'sh, mana bu obyektimiz 110 kvadrat bo'lib turibdi. O'rtoqlar, e'tibor berasizlar. Bitta kamera menga qaratib oling-da. 110 kvadrat bo'lib turibdi. Sizlarga va'da berganimda 100 kvadratdan ziyod bo'lsa, yaqinroq olib keling. Mana chiroyli kachellar sizlarga bonus sifatida qo'shib beriladi. Mana. Ko'rib turibsizlar? To'g'ri, kachelarimiz unday chiroyli bo'lmasa ham, zato mazza qilib uchasizlar. Yaqinroq oling mana. Ko'rib turibsizlarmi? Mana. Oilaviy mazza qilib uchasizlar. 110 kvadrat navisiga mana chiroyli kachelarimiz podarka qilinadi. Bu albatta naviy xizmatlarimizni bonus sifatida mana chiroyli kachelar xizmatlari qilib beradi. Pastda nomerdan murojaat qiling. Kimga yoqsa, birdan like bo'lsa, fikrlar qoldiringlar. Xo'sh, mana o'rtoqlar, xudo xohlasa mana chiroyli navisaga baho bering. Hozir yaqinroq ko'rsatamiz. Aylantirib. O'sha tepaga bo'lgani uchun biz qo'ldan kelsa syomka qilamiz. Iloji boricha bir dona like bosib, kommentar fikrlaringizni o'zinglar mana usta akalarimning ishiga baho berasizlar. Aylantirib ko'rsatamiz. Mana balandligiga e'tibor beringlar. Ish mana yaqinroq olib kelamiz, mana gullariga ham e'tibor berasizlar. Yaqinroq ko'rsatamiz buni. Aylantirib ko'rsatamiz. Mana, xo'sh, xudo xohlasa Ne'matjon, bu 15 kun oldin chiqish kerak, bilasizmi video? Ha, shunday bo'lishi kerak. Nimadir kech qolib ketdingiz, ha? Ma'lum bir sabablarga ko'ra shunday bo'ldi aka. Yomg'ir yog'di, jala quydi, sel quydi, shu tufayli biz video qila olmadik. Mana Navisga biz bitta video qildik. Biz Samarqand qaysi shaharga? Samarqand nima? U tarafga edi. Kurukda oldin o'tgan. Hazrat Dovud tomonga. Hazrat Dovudga o'sha tarafga bitta syomka qildik. Xo'sh, bu ikkinchi obyektimiz mana bizani kanalimizdan ko'rishibdi. O'rtoqlar, xudo xolasa mana Ne'matjon o'zlarini ko'rsatib Ne'matjon. Mana o'zlari Ne'matjon. Xudo xolasa bu obyektingizni o'zi sponsor ma'lumotini bering endi. Nodir aka, bular o'sha shumkali variantdagi bo'lgan narsasi, o'sha oldingidan bo'lgan. Oldingidan, ha? Oldingidan ancha farqi ham bor buni. Lazerli gulda bo'lgan o'sha xorilar aka. Materiallari o'sha 1.7 tenkada bo'lgan mana stoykalar. Tepa xorilar 4x4 dan bo'lgan aka. Keyin 3x2 dan 3x2 dan bo'lgan. 3x2 dan nimalari bo'lgan? Shadalari. 4x2 dan o'sha strapilar deyiladi. O'sha strapilar bo'lgan aka. Strapilar bo'lganda? Ha, shunday bu eslanigan. Shumkali variantda bo'lgan navisimiz aka buni. Mana buni afzallik tomonlariga kelsak aka, bu o'sha issiqni pastga o'tkazmaslik uchun asosan shuning uchun qilinadi. Shuning uchun qilinadi. Shumkali navis shunday aka. Shumkali navis. Xudo xolasa. Bu yerda olib necha kvadrat bergan? 110 kvadrat aka. 110 kvadrat, ha? 110 kvadrat. Bu kichkina nimasi sizga kerak? Ha, o'sha kran ustiga qilingan. Kran qilingan mana. Qarang, shumka degan ichiga o'tib bo'ladi. O'tiblar. Birinchi qavatiga o'sha panel tashlanadi aka, ikkinchi qavatiga folga, keyin 04 tunika mana. U tunikadan qotirib berganmiz. Mana tunikadan qotiriladi. Mana. Shunday, ko'rsangiz bo'laveradi. Bitta pauza bosing. Mana. Akalar mana chiroyli navischalar. Bu videomiz bilasizmi 15 kun oldin chiqishi kerak edi. To'g'ri. Yo yomg'ir yog'di, yo jala quydi, sel quydi, shu tufayli video qila olmadik. Bilasizmi Ne'matjon? To'g'ri, shunday. Mana akalar xudo xolasa. To'g'rimi? To'g'ri, shunday. Ko'rsatib o'tamiz. Samglamni akalarimizga yoqdimi? Sizga yoqdimi? Rahmat, mana. Xo'sh, mana polnisi obzor ko'rsatamiz. Ne'matjon, xudo xolasa bu to'g'risida bitta ma'lumot bering. Hozir aka, bu uzum tok deyiladi aka. Aha. Bu uzum toklarimiz
o'sha 25 lik turbada bo'lgan ekan. Turbali variantda bo'lgan. Buni narxiga kelsak 1 kvadrati 180 mingdan qilib beryapmiz aka buni. Ko'chaga, uzumlarga tok bu aka. 180 ming chiqib ketadi. 180 mingdan narxi chiqadi aka buni. Mana 180 ming kelib chiqadi, xudo xolasa. Kimda mana atrofda mana chiroyli devor traplarni ko'rsatib o'taylik. Kimda mana chiroyli xizmatga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Xo'sh, buni narxi adden chiqyapti. Ha, buni Ichkari navesi adden chiqadi. Ichkari kirib ko'rsa yuring shuni, ichkari ham ko'rsatib o'taylik. Ichkari kirish holatini ko'rsatamiz. Akalar, xudo xolasa mana ichkari tarafdagi navesani ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, to'g'ri, videomiz qiziqarli emas. Zato nima deydi anavi? Sizga kerakli ma'lumot mana. Xo'sh, bu to'g'risida bitta gapirib o'ting, shu to'g'risida ma'lumot bering. aka bu shumkali navesiylar aka bu. Aha. O'sha bu narxiga kelsak, o'sha 320 mingdan chiqadi aka bu. 320 mingdan chiqib keladi. Materiali o'sha yangi profildan bo'lgan, unaqa konteyner mahsulotlar emas, Nodir aka bular. Hamma yo'g'i yangi material ishlatilgan aka. Birinchi qavatiga o'sha panel tashlangan, ikkinchi qavatiga folga, keyin 04 tunuka qatirib berganmiz Nodir aka bularga. Xo'lnisa. Xo'sh, xizmatlaringiz O'zbekiston bo'ylab, to'g'rimi? Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab qilib beraveramiz. Qilib beraveramiz. Qarang, bitta sizga savol tug'ilibdi. Endi agar sizga kattaroq obyekt chiqsa, 5 shum ham qilib bera olasiz, to'g'rimi, bemalol? Ha, kelishib qilib beraveramiz. Kelishib qilib beriladi, farqi to'g'rimi? yo'q uni. Farqi yo'q. Mana xudo xolasa akalar ishlariga baho berasizlar. Kommentariyada birdana fikr yozinglar. Obyektimiz mana Samarqandga o'rnatdik aka. Bu shumkali names deyiladi. Buni kvadrati 320 mingdan 350 minggacha borib chiqadi narxi. Bundan boshqa turlari ham bor, lazerli, leksanli variantlari ham bor. Ularni ham o'sha 350 mingdan leksanli variantimiz chiqadi. 580 minggacha bor leksanli variantlarimiz. Ishimizga kafolati bor. Shunday naves xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz.